508 kvadrat tunikafonni atiga 20 kun ichida qilib tugatdik. Ko'pchilik bunga ishonmasligi mumkin. Ushbu uyimiz haqidagi narx-navolar haqidagi ma'lumotni esa sal oxirroqda beramiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Hali ham bizni obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsangiz, baraka topgur. Obuna tugmachasini shundoq bosib qo'ying. Sizdan hech narsa ketmaydi. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum hammaga. Qadriyatli usta bolalarning navbatdagi ishi Sirdaryoda. Azizlar, to'g'risini aytaman. Sirdaryoda bu bizlarda birinchi ishimiz. To'g'ri 7 yil mobaynida 400 ga yaqin xonadonni butun respublika bo'ylab qilganmiz. Ba'zi vodiy, ba'zi Buxoro, ba'zi Qashqadaryogacha Jizzaxda ham juda ko'p qilganmiz. Lekin Sirdaryoda bu birinchisi. Xo'p, birinchi ishimiz ham juda ajoyib bo'ldi. Sirdaryo shahar Ulug'bek mahallasida Azamat akamizning xonadonini 508 kvadratni 20 kun ichida bunaqangi chiroyli qilish, lekin ko'pchilik ishonmaydi. Kelinglar, so'z isbot bilan bo'lish uchun men sizlarga qisqagina obzor qilib, chiroyli qilib tushuntiraman-da. Oxirida esa ushbu uyimiz haqidagi batafsil ma'lumot, ya'ni narxlarni aytib o'taman. 1 kvadrat necha puldan bo'ldi, общий summasi qancha bo'ldi. Videolarimiz qiziq bo'lsa, oxirigacha ko'rib, laykni bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildiringlar. Uyimiz mana bu yerda ham kaziroklari bor. Juda ham chiroyli chiqqan. Kaziroklarimiz bu ham xuddi shunday. Yuqori qismini qosh, pastida plintus qo'yilgan va o'rtalariga oqqa tilla rangdan kombinatsiya qilganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Bu ham xuddi shunday nержавейкаdan ishlatilganligi sababli bu rangi uchib ketmaydi yillar o'tsa ham. Xullas, sizlarga bitta zo'r narsa aytmasam bo'lmaydi. Qanday qilib Samarqanddan Sirdaryo shahriga keldik? Buni bitta zo'r tomoni bor. Og'riqli tomoni bor. Bu narsa aytmasam bo'lmaydi. Bu yerda ham tunikafon qiladigan qo'li gul usta aka-ukalarimiz ko'p. Lekin uyning egasi ko'p ustalarning ishini ko'rgan, gaplashgan, narx-navolarni so'ragan, ishi, sifati, narxi bizlardan 10 ming, 20 ming arzonroq ham bo'lgan. Lekin nima uchun aynan bizni tanladi? Chunki bizni mijozlarimiz sifatli qadrlaydigan, dini nozik insonlar. Hamma ham bizga tunikafon qildiravermaydi. Bizga tunikafon qildiradigan insonlarda asosiy e'tiborli jihati ular sifatli qadrlaydigan insonlar. Mana Xudoga shukr, biz ushbu uyni 20 kunda tugatdik. To'g'ri, buni 20 kunda har kim ham tugata olmaydi. Sizlar o'ylashlaringiz mumkin, nechta 10 ta odam tugatdim. Yo'q. Attiga 3 ta bola, attiga 3 ta yigit mana shu yerda 20 kunda mana shunaqangi har bitta detalni joy-joyiga qo'yib, qo'yganda hamchi mehr bilan qo'yib tugatdi. Haqiqatan ish uy egalariga yoqdi. Ushbu uyimizni tunikafon qilishlikda zamonaviy stanoklarda, lazer stanoklarda tunikani detallarni har birini kesib, tayyorlab, seximizda bukib bu yerga olib keldik. Tunikamiz Toshkent metallurgiya zavodi tunikasidan qildik. Qalinligi 0.35. Tagidagi karkazlari esa metaloprofildan qo'yganmiz. Yog'ochlikka ishlatmaymiz biz. Mana shu yo'l kirasi, tagidagi karkazlari, lisalar, xullas kalom hamma xarajat ichida biz ushbu uyni 1 kvadratini 155 ming so'mdan qildik. Ko'pchilik so'rab qoladi, 1 kvadrat joydimi yoki 1 kvadrat tunikanimi? Yo'q, azizlar, tunikani 1 kvadratini. Chunki fasoniga qarab tunika kamroq yoki ko'proq ketishi mumkin. Bu yerda 1 kvadrat deganda tunikani 1 kvadrati inobatga olingan holda aytilyapti va mana shuni ichiga usta haqqi, materiali, dastavkasi, lisasi hammasi shuni ichiga kirib ketib qolgan. Umumiy mana shu joyda bitishligi 95 million so'mga bitdi. Xullas kalom, biz o'zimiz haqimizda gapirsak, bu to'g'ri bo'lmaydi. Bu Sirdaryo shahardamiz azizlar. Uyimiz egasi Azamat aka, lekin uyni polni ustalar bilan gapxona qilgan Azamat akamizning radnoy ukasi Murod aka bo'ladi. Sizlardan oldin 3 ta 4 ta ustani ko'rdim. To'g'risini aytish kerak. Aha. So'radik, aytadi-ku, so'rab makkani topdi degan. So'rab surishtirdim, ustalarni olib keldim. Meniki sal vaziyatimiz tezlikda bo'lish kerak bo'lib qoldi. Chunki to'y belgilab qo'ydim. 18-iyulga belgilagandik. Masofa kam qoldi-da. Ulgurish kerak. O'shaning uchun so'rab surishtirib bir xil keyin sizni mana shu internet orqali ko'rib, ular shunday keldi. Biz shunday kvadratini hisoblaymiz, kvadratini sizga aytamiz deyishdi. Bo'ldi, boshqa misol uchun detallarni alohida hisoblab berishma. Sizlarnikida shartnoma asosida har bir detal oddiy olib qaraydigan bo'lsak, mana yulduzchalarni, mana u palasa, qizil, sariq palasalarimizni, o'shalargacha sizlarda har bir detal alohida hisoblab berildi menga. Shartnoma asosida ko'rsatib beriladi degani uchun qiziqdim. O'zimga ketgan mahsulot nima ketyapti, nima qo'yilyapti bilganligim uchun sizlarda
etap ko'rsatib berildi menga. Har bir anavi narsa. Chaqirmasligingizdan oldin nima sizni tortdi bizga chaqirtirishga? Sizlarni chaqirtirishga tortgan narsa vaqt tig'iz edi men. Sizlarda garantiya bor ekan. Misol uchun bironta joyi yoqmasa, shu joyini qaytadan qilib beramiz deyishdi. O'sha telefon orqali gaplashganimda ham har bir narsa garantiyasi bor. Bir detallarni ko'rsatib ham aytgan kuni kelinadi, aytgan kuni mashalloh bitirdik. Xudoga shukr. O'sha men cho'chib qoldim vaqtida. 20 kunning ichida ulguramizmi? Mana uyni bitirish kerak. Bu yerdan kelishilgan holda avvalambor ustalarga rahmat, mana Trav 7-chi sizlarni tunikofonchilaringizga rahmat. Bir-biri bilan kelishgan holda 20 kunning ichida bizni hamma joyimiz To'liq tugadi-da, to'liq tugadi. Aka uyaltirib qo'ymadikmi? Yo'q. Katta ko'radi. Sifati qanday bo'ldi? Sifati zo'r. Menga sifati ayniqsa mana bizning mehmonlarimiz Qozog'istondan keldi. Qozog'istondan kelgan mehmonlarimizga juda ham yoqdi. Katta rahmat. Sizlarga ham hamma mana shu yerda ustalarga, mehnati singan ustalarga rahmat. Agar sizlarga ham xuddi mana shunday mijozning roziligini birinchi o'ringa qo'yadigan, ishonchingizni oqlaydigan va qisqa vaqtda uyingizda premium klassga olib keladigan qadriyatli usta bolalarni xizmati qiziq bo'lsa, mana bu pastdagi raqamlar orqali bizga bog'lanib buyurtma berishingiz mumkin. Mabodo siz bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Qadriyatli usta bolalar kuzatishda davom etinglar.